Boburning me'moriy merosi, geografik kashfiyotlari va harbiy san'atga oid yangi ilmiy qarashlari bayon etildi. Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, Bobur siymosi faqat shoh va shoir obrazidan iborat emas. U murakkab siyosiy qarorlar qabul qila oladigan shaxs, ijtimoiy boshqaruvda o'z maktabini yaratgan arbob va sinchkov olim hamdir. Bugungi anjumanning avvalgi yillardagidan katta farq tomoni bor. Ya'ni bu yerda asosan yoshlar jalb etilgan va shu bilan birgalikda ularga oldindan mavzular belgilangan. Qaysi bir manbada savdo masalasi ko'tarilgan, yana bir qaysi bir masalada tibbiyot, qaysidir manbada tabiat olami. Tushunyapsizmi? Ana shu Boburning o'tkir har taraflama uning bilimini hisobga olgan holda, masalan Boburnamada jamlangandan tashqari alohida boshqa olimlar tomonidan yozilganligi. Hammomlarni olib bordi Bobur. Pokistonda biz yaqinda bo'lganimizda ko'rdik. Hammom nihoyatda katta hammom, podshoh hammom deydi. Ya'ni Boburning avlodlari yaratgan, Aurangzeb tomonidan vaqtida yaratgan hammom bugunga saqlanib qolgan. Eng qizig'i o'sha hammomda podshohdan tashqari shoh va gado hamma uchun birlikka, ya'niki musulmon tartib qoidalariga rioya qilgan holda podshoh uni hammaga teng ochib, juda katta hammomda, ya'ni inson hamisha poklanib yursin. Ana shu narsalar bugungi kunga saqlanib qoldi mana Pokistonda. Ularda Hindistonda hammom degan narsa yo'q edi. Boburiylar olib bordi. Boburning avlodlari uni davom ettirdi. Bugungi ma'ruzada mana yoshlarimiz mana shu narsalarni yoritib bermoqda. Shuningdek, Boburning Hindiston yurishlarida unga hamrohlik qilgan amirlar faoliyati ham diqqat markazida bo'ldi. Tarixiy manbalar shuni ko'rsatadiki, bu amirlar shunchaki lashkarboshi emas, balki Temuriylar madaniyatini yoyish va yangi saltanat poydevorini mustahkamlashda Boburning eng yaqin maslakdoshlari bo'lgan. Zaxiraddin Muhammad Bobur 1526-yilda Hindistonda yangi bir imperiyaga asos soldi va Boburiylar saltanati deb bugun butun dunyo ularni taniydi. Mana shu jarayonlarda unga yordam bergan turonlik amirlar va ularning faoliyati haqida bugun qisqacha to'xtalib o'tdim. Bu jarayonda turonlik amirlarning o'rni nihoyatda beqiyos edi. Chunki Bobur yangi hududda, yangi iqlimda, yangi sharoitda, yangi odamlar bilan yagona bitta saltanatga asos solish kerak va u uchun faqatgina hukmdorlik, davlat boshqaruvidagi uni siyosati yordam bermasdan turonlik amirlar va beklarning unga sadoqati ham alohida ahamiyat kasb etar edi. Bobur davriga oid bo'lgan, davrda yozilgan tabiiy fanlarga oid bo'lgan asarlarni ham men ma'ruzamda keltirib o'tishga harakat qildim. Mana e'tibor bering, Bobur o'zini o'z davrida, Bobur yashagan davrda tabiat mavjud bo'lgan, hayvonlar yashagan tabiatda. Qanaqa hayvonlar yashaganligi haqida bizga tasavvur kerakmi? Albatta kerak. Boburnoma asarida o'zining asarida ham bu haqida ma'lumot bergan. Endi o'z Boburnoma asaridagi ma'lumotlarning ahamiyatini ham biz to'laqonli ochib berishimiz kerakmi? Albatta kerak. Buni qanday qilish mumkin? O'sha davrda yozilgan shu sohaga oid boshqa asarlardan foydalangan holatda. Misol uchun men ma'ruzamda boznomalar haqida yozdim. Boznomalarda qushlar haqida, hayvonlar haqida ma'lumot beradi. Men keltirib o'tgan tarix sayoda ovchilikka oid bo'lgan Bobur davrida yaratilgan asarda ov qush hayvonlar, ya'ni quruqlikda qaysi hayvonlarni ovlash mumkin, dengizda qaysi hayvonlarni ovlash mumkin, havodagi qaysi hayvonlarni ovlash mumkinligi haqida so'z boradi va 67 ta hayvonni rasmi keltiriladi. Endi Boburnomada ham bu hayvonlar haqida ma'lumot keltiriladi. Qarang, ikkalasini bir-biri bilan qiyoslasak, Boburnomaning ahamiyati ham ko'rinadi va Bobur davridagi tabiat yana ham yorqinroq ko'rinadi, ko'z oldimizda gavdalanadi. Demak, bu turdagi asarlarga ham e'tibor qaratishimiz kerak. Mutaxassislar e'lon qilingan ushbu yangi xulosalar yosh avlod ongida Bobur siymosini ko'p qirrali tarixiy shaxs sifatida gavdalantirishga xizmat qilishini ta'kidlamoqda. Zokir Mo'minov, Kamoliddin Qurbonov bugun dastur uchun.